Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet'ning bayonotchisi Liz Truss 17 may Janvada Bachelet'ning pat yaqinda Xitoyga boradiganligini, Uyg'ur diyori va Guangzhouda ziyorati bo'ladiganligini, Xitoy poytaxti Beyjingga va Tibetga bormaydiganligini aytdi. Bayonotchi Bachelet'ning ziyorati jarayonida Xitoy doiralari bilan yuqori darajalik uchrashuvlarni o'tkazganligini, lekin Tibetga bormaydiganligini ta'kidladi. Onun aytishicha, bu ziyoratda 6-7 kun davomlashadigan bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiteti Xitoy bilan texnik ko'p aloqa o'rnatishni umid qiladi ekan. Arab taratqullari Germaniyalik turk futbolchi Mesut Özilning kasbiy va inoyatiga keladigan xavfga tavakkul qilib, kishilik huquqni qo'g'daganligini madhiyaladi. Insider Arabiya nomli to'rbetda e'lon qilingan xabarda Mesut Özil davrimizdagi Muhammad Ali deb ta'riflanish bilan bir vaqtda uning zulmga qarshi chiqqanligi ta'kidlangan. Xabarda Mesut Özilning Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lganligi ta'kidlanib, millionlagan musulmon Uyg'urlar Xitoy hukumatining jazo lagerlarida qiyin qistoqqa ilindi. Mesut Özil Twitterda Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga ziyonkashlik qilganligi uchun aybladi. Oqibat Mesut Özil Arsenal klubi tomonidan chetga qo'yildi deyilgan. Xitoy dushanba kuni 7 davlat guruhiga chaqiriq qilib, Xitoyga töhmat chaplash va Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian kunlik axborot e'lon qilish yig'inida G7 Tashqi ishlar ministrlari yig'inida e'lon qilingan bayonotda Hong Kong, Sharqiy Turkiston, kishilik huquq, dengiz masalasi, Ukraina vaziyati, Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligi qatorliq mazmunlarning o'tirg'a qo'yilganligi haqidagi savolga javob berganda yuqorqi chaqiriqni qildi. Finlandiya parlamenti hukumatning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosini qabul qildi. Shuning bilan bir vaqtda Shvetsiya tashqi ishlar ministri Ann Linde Turkiya bilan Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish uchun diplomatik suhbatlashishning davom qilayotganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price agar Koreya talab qilsa, qo'shimcha so'tbash qurilgan bombadan mudofaalash sistemasini o'rnatishtirish kun tartibida bo'ladi dedi. Koreyada hozir bir dona so'tbash qurilgan bombadan mudofaalash sistemasi bor, ammo 2016-yili bu sistemani o'rnatishtirish qarori Xitoyning og'ir iqtisodiy jazosiga uchirdi. Ned Price bayonotida Xitoyning Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba qo'yib berishda ching turishni xatarlik deb to'naydiganligini ta'kidladi va har bir ig'vogarchilik harakatlari Birlashgan Davlatlar Teşkilatı Bexatarlik Kengashining birdan ko'p qaroriga xiloflik qilganlikdir dedi. Sharqiy Turkiston informatsion markazi Istanbulda muhtojlarga yordam berish faoliyatlarini aktiv davomlashtirmoqda. Sharqiy Turkiston informatsion markazining yetakchiligida 2 yildan buyon davomlashib kelayotgan Germaniyadagi yordamsevar qarindoshlarning Turkiyadagi Sharqiy Turkistonlik yetim bolalarga yor yo'lakda bo'lish maqsadida o'rlashtirilgan oylik iqtisodiy yordam tarqatish faoliyati 2022-yil 5-oyning 17-kuni Istanbulning Safaköy rayonidagi Sharqiy Turkiston jamiyatida elib berildi. Bu faoliyatga ota-onalari zolim Xitoyning ishkenchisi oltisida qilib qolgan 100 dan ortiq Sharqiy Turkistonlik yetim bolalar oilasi qatnashgan bo'lib, har bir yetim bolaga 50 yevro naqd pul oylik yordam sifatida tarqatib berildi. Bu faoliyatdan ta'sirlangan yetim bolalar oilalari o'zlarining nihoyat xursand bo'lganligini ifodaladi.